aka obunachilar, sizlar bilan mergamiz. Bugungi videoda tezroq uy qurishni o'rgataman. Bugungi videoda tezroq uy qurish. Birinchi bo'lib daraxt olamiz, keyin esa narsadan olib olamiz. Hozir topaylik obunachilar. Topolmadim, yasab beramiz obunachilar. Inventariga olamiz. Obunachilar, mana bundan xullas, mana shunday qilib qurasiz. Mana shunday qilsak, mana shunday qilib hammasini qilib chiqishimiz kerak obunachilar. Mana shularni hammasini shunday qilib chiqsa obunachilar, o'stirib o'stirish kerak obunachilar, hammasini o'stirib chiqsa tezroq o'sishi kerak obunachilar. Mana shu yerda daraxt solib qo'yamiz obunachilar. O'sadi o'shanda. Demak, mana shu yerda daraxt bor ekan. Endi o'stiramiz obunachilar. Ana shunday qilsalar o'sadi. Mana shu yerda ham daraxt bor ekan, bo'lmasa obunachilar. Mana o'sdi obunachilar, hammasini shunaqa qilib chiqamiz obunachilar. Mana shuni shunaqa qilsalar obunachilar. Shunaqa qilsalar o'saveradi obunachilar. Bo'lmasa mana bu yerda daraxt bo'ladi, daraxtni olib tashlasalar ham o'saveradi. Mana shundan tezroq qurib olsalar ham bo'ladi obunachilar. Obunachilar tiqilib qoldim. Mana shularni hammasini o'stiramiz obunachilar. Agar o'smasa mana shu yerni olib tashlasalar o'zi o'sadi. Chunki tepada daraxt bo'lib qolishi mumkin-da. Demak, mana bu yerda daraxt bor ekan obunachilarni. Bilim aytgandek, mana endi o'sadi. O'salar ko'rsasizlar, ana va o'sdi obunachilar. Agar shunday ham bo'lsa, ana. Nima deyman obunachilar? Shunda ham borib emas ekan. Shunday yo'q ekan. Ana bo'lmasa, ana o'sdi obunachilar, mashina qilib yuqiraverasizlar. Demak, mana bu yerda daraxt bor ekan. Ana obunachilar, endi mana bossalar o'saveradi. Mana obunachilar o'syapti. Demak, mana bu yerda daraxt bor obunachilar. Mana o'sdi obunachilar. Shularni xullas mana shunday chiqsalar, o'sadi tezroq. Mana shu yerda ham daraxt bor ekan obunachilar. Tashlaymiz. Shunaqa qilib tezroq qurib olsalar bo'ladi. Tepasini keyin o'zlari olib tashlaverasizlar. Bas, mana shuni daraxtlarni olib tashlaymiz. Va ana. Obunachilar, ana obunachilar, mana uy bo'ldi. Obunachilar, kanalga like bosib obuna bo'lishni unutmanglar. Keyingi videolarda kommentlar ham yozinglar. Keyingi videolarda uchrashguncha xayr obunachilar.